Mana bizning Amir Agro firmamizga 2026-yilga ekish uchun mo'ljallangan pomidor urug'larimiz yetib kelgan. Ulardan ba'zilar boshqa pomidor urug'larimiz ham bor. Pastdagi nomerlarga murojaat qilishingiz mumkin bemalol. Assalomu alaykum hammaga. Mana bizning Amir Agro firmamizga 2026-yilga ekish uchun mo'ljallangan pomidor urug'larimiz yetib kelgan. Ulardan ba'zilarini sizlarga tanishtirib o'taman. Ulardan mana Interlandni boshlaymiz. Interland Bas Nunhems Gollandiya Germaniya qo'shma korxona. Juda hosili ham juda yaxshi bo'ladi. Gollandskiy firmalar hammasi baribir yaxshi bo'ladi, bilasizlar uni. Undan keyingisi Lamantin F1 bu ham o'sha O'zbekiston bozorida ancha taniqli pomidor hisoblanadi. Buni dehqonlarimiz o'zlari yaxshi bilishadi. Undan keyin Koreyaning Redstar F1 urug'i. Bu ham bizda sotuvda bor, original pachka. Suroklari hammasi joyida. Redstar urug'imiz ancha reklamasi yaxshi bo'lgan. YouTube'larda ham ko'rsangiz, juda serhosil, qizilligi ham yaxshi va uzoq vaqt turishi bilan ko'plarning ko'nglini olgan. Undan keyingisi mana Gollandiyaniki emas, Germaniyaning Sultan F1 pomidor urug'i bu. Sultan F1. Donasi katta bo'ladi. G'ovlaydi. Palaklari katta, baland bo'lib ketadi. Hosili ham juda zo'r bo'ladi. Undan keyingisi mana Lajain F1. Gollandskiy urug' bu. Yangi partiyasi mana shu holatda kelyapti. Enzazedin Lajain F1 original pachkasi. Lajain hamma biladi. Keyingisi esa mana Barbor F1. Barbor F1 mana Enzazedin Lajain kompaniyasiniki. Yangi partiyasi mana shu holatda kelyapti. Keyingi pomidor urug'imiz bu Shveysariyaning Singende kompaniyasining Bobcat urug'i. Bu ham donasi katta bo'ladi, yirik. Hosili juda zo'r. Palaklari g'ovlaydi. Terimi ham juda 5-6 marta bo'ladi, kabi o'rtacha. Keyingi urug'imiz bu Onyx F1 urug'i. Bu Koreyaning urug'i hisoblanadi. Ushbu urug'imiz yirik bo'lib ketmaydi, o'rtacha. Mana bu 180-200 gram holatda bo'ladi. Buni ham o'zi so'raydigan, oladigan joylari bor. Kimdir katta xohlaydi, kimdir kichkina xohlaydi, kimdir o'rtacha pomidor xohlaydi. O'zlariga qarab. Keyingi urug'imiz bu Turkiyaning urug'i. Turkiyaning Togan Manier kompaniyasining Togan F1 urug'i. Ushbu urug'imiz juda samarali, sinovdan o'tgan urug' hisoblanadi. Original pachka. Keyingi urug'imiz esa Dogus F1 urug'imiz. Ushbu urug'imiz Genta kompaniyasining urug'i hisoblanadi. Bu ham Turkiyaning urug'i. Bu ham sinovdan o'tgan, bemalol xarid qilishingiz mumkin. Original pachka mana yorug'lari bor. Keyingi urug'larimiz esa bu pushti pomidorlar. Pushti pomidor Parkent mana F1 genetika kompaniyasining Turkiyaniki bu. Original pachka. Undan keyingi pushti urug'imiz esa bu Argeta kompaniyasining Handan F1. Gollandiya Germaniya qo'shma korxona. Mana original pachkasi. Bemalol sinovdan o'tgan, o'sha pembola mana mashhur bo'lib ketgan-ku. Ana shundan yaxshi bo'lsa yaxshi bo'ladi, yomon bo'lmaydi bu. Ulardan tashqari 20-30 xildagi yana boshqa pomidor urug'larimiz ham bor. Pastdagi nomerlarga murojaat qilishingiz mumkin bemalol.